يجوز الحيوان ولا يجوز السلام في الحيوان. Misal hayvan qo'ylarda da, uylarda deyin salam bo'lmay qolishi mumkin. Qanday? Balancha uy berim dedi, kishini ariq berib qo'ysa, kishini boshqacharoq berib qo'ysa, jung boshqacharoq berib qo'ysa, kishini alanga kishini norozi bo'lishi mumkin. O'shuning uchun bo'lmay qoladi. Qo'ydi da o'shunday. Tovarni salam qilgan bo'laveradi. Tovar misal Turkiyadan sal deding, bir aydan keyin tovar bo'laveradi. Misal ақшасын berib qo'ygansin, Germaniyada mashina haydab qo'yadi-da sizgachi. Bo'laveradi. Biroq o'shunda tonki narsa bor. Germaniyaga ketgan odam, misal sizga $10,000 desa, o'zi taqdan $7,000 olgan bo'lsa, $3,000 ko'rib o'tmaydi. O'sha $3,000 yo'luna ketadi, tiyinsine ketadi, bunusine ketadi. Kelib olib sizga $10,000 oldim debesin-da. Turdim $10,000 desa bo'laveradi. O'sha jan tonki narsasini qarab qo'ysin, o'zini harom qilib olmasin. Algan arzon aldı tiyinsine yoluna ketadi, benzinine ketadi, tigusine ketadi, o'shan barini qoma alayya bikada munchaqa turdi deydi, bo'lsa o'shanisi halol bo'laveradi.